Mana yurtdoshlar, yangilikni zo'ri. Xitoy endi qattiq jismlardan, qattiq materiallardan tashkil topgan yangi akkumulyator o'ylab topibdi. Ishlab chiqarishni boshlayapti ekan. 26-yilda kamgina chiqaryapti. 27-yilda massaviy ishlab chiqarishni boshlar ekan. Bu juda zo'r. 1 kilosi 400 vatt soatiga tok ishlab chiqarar ekan. Yana bitta zaryad bilan 1000 kilometr yuradi deb va'da beryapti bular. Yana qattiq jism bo'lgandan keyin bezopasniy bo'ladi. Nimasi ham, sroki ham 10 yilga kafolat beryapti ekan. 10 yil srok bilan garantiyali buni ishlab chiqaryapti ekan. Endi bulardan keyin ham yana bitta yangiligi bor ekan. Bular endi hozir qurilishlarni qilyapti ekan. Buni ishlab chiqarish uchun katta korxona quryapti ekan. Unisi bitsa shu 27-yildan xudo xolasa massaviy ishlab chiqarishni boshlaydi bular. Shunaqa qattiq materialdan bo'lgan suyuqliksiz akkumulyator bo'ladi bu. Endi Xitoyni Cherry kompaniyasi bo'lsa, undan ham baquvvatroq 1 kilosi 600 vatt bo'lgan akkumulyator ishlab chiqarar ekan. Bu 1500 kilometrgacha yuradi deydi. Lekin buni srokini aytmayapti ekan, qancha ishlashini. Hozircha shu.